Assalomu alaykum, to'g'ridagi kitob anglovchi do'stlar. Biz Mesxushluq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Avtori Ansiz. Oldingi qismda Yusufning nikohi bo'ldigan yerlarni o'qib o'tgan edik. Endi uning davomini o'qiymiz. Xonum, bizda baribir kinishka bo'lmagandan keyin biz o'qisak chatoq chiqidi. Sizlar o'qiyversizlar. Damullamning bu gapi bilan uyda sus kulga ko'tarildi. Әмді yana tirkishib turganning foydasi yo'qligini bilgan imom Axunum, "Әмisi damulla, men o'qiy, sizlar tinglab bersizlar, yoki xato chala o'qib qolsam, tuzitib qo'yinglar, ha?" deb epchilik bilan o'zidagi tavazuni ifoda qildi. Axunum o'ngliq odam edi. Garchi mehrobga hukmat bergan imomlik kinishkisini dasmiy qilib chiqib qolgan bo'lsa-mu, ammo o'zining haddini biladigan, g'araz o'qidigan odam edi. Jamoat so'rinlarida Hizbullah damullamga o'z loyiqida izzat ikrom ko'rsatdi. Shunmi damullam bu odam bilan boyaqidek chaqchaqlarni bahuzur qilishatdi. Axunum oldi bilan nikohning nimaligini, uning shariatdagi hukmi, uning g'oyasi va ahamiyati, ayol ikki tarafning huquq majburiyatlarini birmu-bir tushuntirib o'tdi. Bundaq gaplarni bir tirik til egisidan anglash qiyirlarga takror eslatma, yoshlarga bir yangilik bo'lgan edi. Balalar xatni ap bo'lgandu ha. Axunum o'ng'aysiz bir kayfiyatda ya Hizbullah damillam ya uy egisining qaysidan so'rashni bilolmay navbat bilan ikkisining chiroyi qardi. "Xo'sh, ap bo'ldi", dedi Hizbullah damillam darhalla. "Amsa nikoh o'qishdan burun xatni bir ko'rvatsak, yuqoridagilarning talabi shu hamdi. Hamlar to'g'ri tushunala." Yusuf narazılıq bilan to'y xitini qo'yun yanchug'idan chiqarib imom Axunumga uzatdi. Uning mayliga qo'yib bersa, asli bir hafta burun to'y xitiga suratga tushadigan vaqtda texi halollab olmagan bir qizning yalangposhlik holatini ko'rib qilishdan saqlanish uchun 3-4 ishonchli guvohchilarning hamrohligida Hizbullah damillamning o'qigan nikohi bilanla kupaylangisi bor edi. Ammo to'y, nikoh deganni el yurtqa, xalqi olamga jakorlash, ko'rsatishmi muhim bo'lg'ashqa, bugungi bu nikohga qiz o'g'il ikkilisi rasmiyat uchunla qatnashyotdi. Aslida Axunumning payg'ambarning sunnatini ado qilishdan burun hukumatning yo'l yo'riqini surishtirgisi yo'q edi. Afsus, jamoatlar qatorida kayniga silingan ko'zning bugunmi ana o pagada o'ltirib, Axunum bilan Hizbullah damillamning har bir eg'iz gap so'zlarini, ish harakatlarini kuzatib turayotganligi shu topda bu o'liklarning ichida bir Axunumningla ko'ngliga ayon edi. Axunum to'y xitini mundaqla ichib qarab qo'ygandan keyin ko'zni yerim yumg'inicha o'qigan uzun nikoh xutbasini bir hazalargacha davomlashtirdi. Uni anglab tushunmagan odammu Axunumning bu xutbadagi bir tal chekit pashnimi tushirib qo'ymay yodlayotganiga jazm qila oladi. Axunum nikoh xutbasining arabcha qismini qandoq yodlagan bo'lsa, uyg'urcha qismini ilgirki padarlardan qolgani bo'yicha shu beti yodlab shamo qilayotgan edi. Bütkül aləmni yoxdun bar qılğan Canabi Allah subhanahu va taala Hazreti Adamni laydan yaratıb öz ruhidan pövləgəndən keyin barlıq malaikalarni onunğa səcdə qıldırdı. Ondan Hazreti Adamning sol qovurğisidan Hazreti Havvani yaratıb onu Adamga ülfət əylidi. Mana shuningdan tartib ularning sulbidan bo'lgan Hazreti İbrahimga Hazreti Hajarni, Hazreti Yusufga Hazreti Zulayxani, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alayhi ve sellemge Hazreti Khadija Kubrani, Hazreti Ali raziyallahu anhuga Hazreti Fatıma Zehrani yaru dost qildi. Bu vəciden bizmu aşu ata əcdadlarimizin sünneti mübareklerine muvafiq 2 yaşning baxi saadeti üçün bu yerga yig'ildik. Oldi bilan Allah Taaladan bu qurulğusi oilani haqiqiy bir islomiy oila qilib berishni so'rayman. Öy içdə gürütə götürülüb, üçüb qalğan amin degan ovozdan keyin Axunum Hizbullah damullamga pichirlab, qiz o'g'ilning ismlarini qayta so'rab, ta'kidlab olgandan keyin gapini davom qildi. Abdusattor qorining qizi Amangul, siz tayin topgan mazkur to'yliq mahriga rozi va rag'ib bo'lib, Umar Axunning o'g'li Yusuf qoriga o'zingizni ikki dunyolik jufti halollikqa qabul qildingizmi?
İşinin sırtida apisi və yana bir neçə hədilləri bilan o'ltirib, uy ichiga quloq selayotgan Amangul shalbardek qizardi. Yüzünün tuvalligidan bir kimning ko'ziga tikilib qarab, o'llikrak gap qila olmaydigan bu notavon bir qancha kundan beri apisiga oz yolurmagan edi. Peygamberimiz qiz bolaning sukiti uning iznidir debdikan-ku apa. Men o gapni atamga anglatib turib qandoq deyman? Ma'quldang ha, jimjit sukutda tursamni bo'ladi-ku. Amangulning turmushga pishgan apisi uning bu talabiga qo'shilmagan edi. Qizining ko'ngli shuncha ayg'usi kelib tursimu, qizim, bu bir umr sodisi. Soda deganda tunji qo'l uzatishda ikkala tarafning ko'nglida g'ildi-g'ashlik qolmasligi kerak. Nikoh texim shundoq. Umr yo'ldishingning qalbi aram topsin desang, sukutda turmay labzing bilan ma'qullik bildirishing kerak. Ba'zi ibodatlarning ruxsat va afzallikdan iborat ikki tarafi bo'ladi. Sukutda turishing ruxsat bo'lsa, labzing afzallikdir, deb ching turgan edi. Mana endi bir muncha odam uning shu bir eg'iz so'zini saqlayotdi. Amangul butun jasoratini yig'ib gap qilmoqchi bo'ldi, lekin shu topda uning ojiz vujudida bu zo'r planga yetgudak misqalchilik kuch yo'q edi. Imom Axunum gapini takrorladi. Abdusattor qorining qizi Amangul, siz tayin topgan mazkur to'yliq mahriga rozi va rog'ib bo'lib, Umar Axunning o'g'li Yusuf qoriga o'zingizni ikki dunyolik jufti halollikqa qabul qildingizmi? Amangul huduqib, eg'izlar qurib, nafsi siqilib ketyotdi. Xuddi shu topda qabul qildim degan bir eg'iz so'zni eg'izdan chiqarsala, olam boshqa bir olamga aylanib ketgandek tuyulyotdi. Qizim, opisini bu yerdimi yana ortiq gap qilg'uzisi kelmagan Amangul yana bir qitim madorini yig'di. Qabul qildim. Bir yigitga nisbatan el jamoatning oldida bir qizning uni umrlik hamrohligiga qabul qilishi, har holini farqsiz e'tirof qilishga bergan ahdisini anglashdimi ortiq mag'rurlik bormi? Yusuf shahar olgan general emas edi. Ammo bir ko'ngilning ishg'oliyati uning qo'lida amalga oshgan edi. Shunga baxtning taxtida o'ltirish oldidagi mag'rurligi ich-ichidan uqchib turadi. Axunummu har qitimqidagidek eng izgu tilaklarni tillayotdi. Mehrobga chiqqandan buyon bu kishimi qanchalik oilalarning baxt putuknomasini o'qimadi. Insoniyat aprida bo'lgandan tortib talaylagan ahdilar to'zilib kelyotdi. Shaxslar bilan shaxslar, qabilalar bilan qabilalar, xalqlar bilan xalqlar, davlatlar bilan davlatlar orasida. Lekin hammasi vaqtliq, muddatlik edi. Hech qaysi qarshi taraf bilan dunyodan yashagan ahdisini jannatga ulashga to'xtam tuzmaydi. Shunga bir muqaddas hayot hikoyasining muqaddimasi bo'lgan bu xutbani har bir o'qiganda Axunum ichidan parchalanib Allohga zoriqatdi. Oldidagi bir juftlarga baxt saodat so'raydi. Xo'sh, Umar Axunning o'g'li Yusuf qori, siz Abdusattor qorining qizi Amangulni ikki dunyolik halol juftam deb qabul qilib oldingizmi? Oldim. Erkaklikka xos umid ishonchlarga to'lgan shu javobdan keyin uy ichi teshidikilar birdek muborak bo'lsin deyishib, Yusuf bilan Amangulni tabriklashdi. Hayotlik to'ylar bilan davom qiladi. To'y yangi armonlarni tug'atdi. U boshlab kelgan zilol chashmalaridan qurg'oq turmush ko'klab yashnaydi. U sababli kulrang tuyg'ular Hasan Husaynga aylanadi. Shundaqla u yana erkin ozoda yugansiz shakldagi turmush shaklini tizginga oladi. To'ydan iborat bu paymonda qiz qabul qildim degan so'zi bilan yo'ldishining asrab avaylishini, uning panohiga kirishni, to'ydan iborat bu paymonda qiz qabul qildim degan so'zi bilan yo'ldishining asrab avaylishini, uning panohiga kirishni, oftobdagi soyisini, yomg'irdagi kulliginila emas, aynakdan nefis g'ururini va uning yerga urilgandagi talvilikni, qahri g'azabini, gohida tilsizlikqa mahkum bo'ladigan tiniq sukutlarni qo'shib qabul qilgan bo'ladi. Shundaqla yigitmi oldim degan labzida qarshisida o'ltirgan notavonning nozik xulqini, vafo sadoqatini, aqida ixlosini, oila va bolalariga beg'ishlaydigan fidokorliklarini emas, uning kichkina ko'ngil so'rab qilgan yo'lsizliklarini,
u kutayotgan kuyimning minnatsiz javoblarini qo'shib ushnisiga olgan bo'ladi. Axunumning ching turvilishi bilan Hizbullah damollam iloha amin deb duoga qo'l ko'tardi. Hammaylan 2 yoshning baxis saodatiga duo qilgandan keyin Yusuf yendiki qo'ldishiga qini degandek ishorada qardi. Kastomning ichki teshi yonchuqlari, ishtaning oldi-keyni yonchuqlarini oqtirib, Axunumga qo'yish uchun tayyorlab qo'ygan pulni topolmagan qo'ldosh jiddilashib Yusufning qulqiga pichirladi. Kiyimni almashtirganda elilishni unutib qolgan o'xshayman. Yo'qtirdi. Endi qanday qilamiz? Bu gapni anglagan Yusufning arvoyi ushdi. Odamning umrida bir qitim o'qilgan nikoh bu. Ya imom Axunumga bugun pul solmay keptiman. Kelar qitim biroq qo'shib to'layotay degili bo'lmasa. Toza qalmashtiribsan. Qanday qilamiz endi? deb o'ltag'inni buni. Bo'ldi, chichilma. Men mavu ballarni so'rab boqay. Qachon pul solg'ash keldi? Yusuf bu og'inlarning beparvo og'indarchiligini nikoh so'rindimi bir namoyon bo'lar deb o'ylamagan edi. Yoshlarning bir-biri bilan kusurlashib, yanchuqlarini qolash qilib turganini ko'rib, nima ish bo'lganligini pamlab bo'lgan Amangulning dadisi darhol yanchuqdagi tayyor pulni chiqarib, vaziyatni o'ngishvatdi. Alloh rozi bo'lsin, Axunum. Oz bo'lsa-mu mavuni sep qo'ysizlar. Damollam sizlarga loyiq bo'lmay qoldi. Shundaqdimi mavuni deb 2 hurmat sohibiga va boshqa cho'nglarning oldiga loyiqda pul qo'yib qo'ydi. Abdusattar qori bizning Yusufga Amangulni ustiga pul qo'shib berdi ekanda. Yusufmi olim bo'lib qolgan bola, ammo arziydi-jimi? Hizbullah damollamning bu gapidan aslidimi bexastalikdan o'ng'aysizlanib turayotgan Yusufga shuncha kangri uy tor tuyulib ketdi. Kuyog'il kitob o'qigan bo'lsa, bizning qizimizmi bo'sh emas. 30 pora Qur'onni sudek yodlab bo'lgan, murattab qoriya. Abdusattar qorining yindigi biraylan damollamning chaqchiqiga yondirib, qiz tarafga vakolatan Amangulni maqtib oldi. Boshqalarning hammasi bir eg'izin ko'z tegmisin deyishdi. Kishilarning faxrlanadigan nuqtalari bir-biri bilan o'xshamaydi albatta. Kimlardir o'zidagi moddiy imtiyozlarni davrangsizlashdan huzur olsa, mana bu so'rin ahliga o'xshash yana bir turkum kishilar oxiratlik dasmiysining qanchalik ekanligini bir-biriga ko'z-ko'z qilishatdi. Onundan faxrlanatdi. Ana shundoq kulki chaqchaqlar bilan mehmonlar o'rinlaridan qo'zg'alib qaytishga taraddudlandi. Yigitlar zafar tog'larini lapildatib qaytib kelganda Yusuflarning uyida aliburun dastlabki qaynam-tashqinlik boshlanib bo'lgan edi. Atdiganlik keladigan mehmonlar asosan qaysi bir zamonlardagi ma'rikasida o'zlarining gadiniga o'tib qolgan odamgarchilikni qaytarib o'tish uchunla rasmiyat yuzidan keladigan mehmonlar edi. Ular oldi bilan dasturxonda o'ltirib, 2 qo'shiq polo bilan bir yutum choyni ichibla, lozimatlik patnusidan iborat qaz qartur supisiga berib, quydig'ini qo'yitib ketib qolatdi. Kangri azada hovlining bir tarafiga silingan qattiq bulutliq yeshil palaslar kelgan-ketgan hammasining diqqatini tortib o'tadi. "Poh, chilish qilib berdigan o'xshamamdi. Bugun senmo bir ikkisini ham boshqa ilib atmasam bo'lmaydi-jimi? Chilishchi polar kelamdikan? Navoq, poloni bo'lishiga yap hozir singdirib tayyorlanayotdi. Chilishni qachon boshlaydi ekan?" Qini qizib turgan yoshlarning paranglari shu palasni markaz qilib atadi. Bu kunlarda to'y do'kunda nag'rat chilishni xolamaganlar orasida to'yning avjini mushu usulda yuqori ko'tarish umumlashib qilib atadi. Ya'ni kelib videolardagi mujohidlarga havas qilib, oshkora yoshurun holatda badan chiniqtirishlar bilan shug'ullanayotgan yoshlarga bundaq fursatlar yog'dek yoqadi. Bu mezgillarda xalq ichida bir islomiy uyg'onishga bo'lgan intilish shu darajaga berib yetgan ediki, ma'lum bir yerda tabliq so'rini tuzilganligini anglabla qolsa, imkoni yor berganlar musobaning yiroqligiga qaramay berib qatnashib keladi. Shu qatorda bu yezdimi Qumildagi bir masjidning imomining danqini anglab qolgan bir qancha o't yurak har juma kuni 2-300 kilometr yo'lni besib, Qora Döva degan yerda juma o'qib kelayotgan xil zamonlar bo'lgan edi. Va har qatimliq safarda shu yerdan bir ikki qeyrindosh maslakdoshlar bilan tunishib qoladi. Ba'zida ularni Turpondagi ma'rakalarga taklif qilsa, ba'zida ularning so'rinlariga qatnashqili boradi.
Shunda qilib yurib, bu ikki yurtdagi bir iqimda yashayotganlar orasida ma'lum aloqa to'g'ri shakllangan edi. Bugünkidek çeliş bo'lgan ma'rakalardagi eng yorqin nuqta bo'lsa, bu ikki yurt chelishchilarining bel tutishi bo'ladi. Qaradövining chelishchi bollari kelib bo'pti-g'o. Lükchunning bollarim turdi ana. Qarg'ujining borkan. Aydinko'lning kelganda qiladi. To'y rasmiy qiziydiganda qildi jumo. Bugun Qaradövining bollarini kim atalsa shuningga 500 qo'y qisman. Yoshlar bu haqda qancha paranglashqancha shuncha hayajonlanib boradi. Atdiganda mayliq boloni yeb, burut soqollarini mayligan, bo'y basti normal odamlardan 2 chiqqidek 7-8 aylan ho'yliga silingan palasni cho'rdigincha sal turib boshlangan chilishni saqlab tomoqlarini singdirgach, tog'dan bog'dan paranglashib turadi. Kostyum burulkining zilvoligi bilan poqiroq ingaklarning nazokatini tashlab etib, tartib yirtish mumkin bo'lmaydigan yirik raxtli kiyimlar bilan qo'pol tanharakat oyig'i kiyib, soqol deganni bo'ronda qo'yib olgan bu yoshlarda bir-biriga nisbatan ajoyib yumshoqlik bor edi. Ular go'yo Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lganlar kofirlarga qattiq qo'l, mu'minlarga kamdardur degan shiorni tadbiqlaymiz deb bir-biriga bo'lgan xushxo'ylikda baslashayotgandek qiladi. Samavardan çay ilish uchun ho'yliga chiqqan Abdurahmon tuyuqsiz darvozadan aldirash chiqib ketayotgan bir pokinak gavdini ko'rib qoldi-da, "Chupranda" dedi ichida. U chaynikini samavarda varaqlab qaynayotgan qiziq choy bilan to'shqizib olgandan keyin yosh bolalar o'ltirgan uyga kirib, mehmonlarga choy qo'yg'ash gap qilishga boshladi. "Bolalar, Sulaymon Pakar yana timisqlab yuriydi. Bek tishim tegib ketyotdi bu go'y. Elimo qilgan yomonlik oz emas. Uzun gapning qisqasi, bugun Yusufning to'yidimi yana bir ish chiqirdigan bo'lsa ish qilib, men hech nima deyolmayman." Sulaymon Pakarning ismini anglagan bolalarning hammasini kaypushdi. "Rostla, bek hadida ishib ketyotdi g'alcha. Yana nima yomonliklarni plan qilib kelgandi?" Bolalarning ifodasini ko'rgan Nijat asta ularning orasidan sug'urilib bo'ylig'i chiqdi. U yoq bu yoqqa qarab Yusufning dadisini topdi-da, uni bir muncha mehmonlarning orasidan chaqirib bir chetga tortdi. "Umar Qarika, bayam Sulaymon Pakar kelib ketibdi. Bizning bolalarning alpoz bek yomon. To'yni tinch amon o'tkazib olsak bo'ladi. Biror ish bo'lib qolmas deb ansirayotman." "Ha, uni bayam mamma ko'rgaydim. Endi bir mahallik bo'lgandan keyin to'y do'kunda odamgarchilikni deb kelgandi. Jiq o'ylamanglar. Bolalar yeniklik qilmasin. Yiroqdan kelgan mehmonlar bor. Amon asan qaytib olsin. Tinch amon o'tib ketar ha inshaalloh." Nijat shundaq deb bolalarning qishiga kirib ketdi. U kirib ketgandan keyin eg'ir birni tinivetgan Umar Qarimo mehmonlarning qishiga mangay deb turishiga mahalla komitetida ishlaydigan qaysi bir Lao Mingbingdan ishib qolgan nimkash formini qalmashmismi zo'rlab kiyib olgan ikki amonliq soqchisi darvozadan kirib keldi. Umar Qari ularning oldiga berib ochiq chiroy bilan qarshi oldi. "Kelinglar ufuklarim, qandoq ahvolinglar? Dasturxonda o'ltirmadinglar aqichan. Qani, mau o'ygil kirayli." Bo'ldi, Umarka. Dasturxonda ayrim o'ltiramiz. Biz ozroq ish bilan kelgan edik. Sizlarni bugun chilish o'tkazdikan deb yeziq hukumatga xabar yetkazgan o'xshaydi. Shuni qilmay turgan bo'lsanglar, sizlarga-mu, bizga-mu yaxshi bo'ladi. Biz shuni deb qo'yg'ash andin buguncha av palaslarni apketkil kelgan edik. Erta yana aklib qo'yamiz. Demak, Sulaymon qilg'uliqni qilib bo'pti-da, dedi Umar Qari ichida. U bolalarning xabar tepishidan burun bu ishni tugatishni o'ylab oldidagi ma'u dunyo bo'yicha eng kichik huquqliq hukumat xizmatchilarining talabiga darhol ma'qul bo'ldi. Mayli, ilinglar. Shuning bilan bu ikki ovoq xuddi tangsingni doshqizonga apmongan keldi-ketdidek birsi palasning bir tarafini, yana birsi yana bir tarafini tutdi. Ammo palasning atrofida cho'rlashib turgan kala devidek 7-8 aylanning suridan huduqib, ikkilisidan puruqlab tar chiqib ketdi. Albatta bu yoshlarning bayiqi bir-biriga ko'rsatgan xushxo'yligi alliq oyoqlarga g'oyib bo'lib, shu topda odam gushi halol bo'ldigan bo'lsa, ma'u ikkisini yevitdigandek g'umishib, ishtonning yanchuqiga qo'lin silib hayva ko'rsatishib turadi.
Ular ming bir o'ng'aysizliklar ichida tayyorlab tattirib, palasni ko'tarib amdi 2 qadam mingishiga, keyinda mang'an kettining beshiga g'oyibdan bir bolalar to'pi uchib kelib tegdida ingikidan tushlab kiyib olgan, boshqirilgan bombadan mudofialanadigan qalpig'ini qiysaytib ko'zga tushirib qo'ydi. U, "Hey, to'xta, qalpig'imni o'ngshib olay!" debla palasning o'zi ko'targan tarafini yerga qo'ydi. Yana bir tarafini ko'tarib olgan, oldiga qarab ketayotgan keldi. "O'ynim bo'ldi, qochmang-a! Daduyda yana bir patma ish bor qildigan" deb chalvoqab keyniga qarab turdi. Hamrohining mudofaa sistemasi asiga keltirilgandan keyin "Hamongdoq" debla oldiga shundoqla o'rilishiga, mehmonlarga aldirash denash choy to'shiyotgan bir ayolga so'qildi-da, u ayolning qo'lidagi patnosni serishchilarning patnosidek havoda bir nechini aylantirib o'tgandan keyin hovlining shimoliy qutubiga uning ichidagi bir qitimliq qog'oz istakonlarni janub, sharq, g'arb qutublariga uchirib o'tdi. "Hukamoy, taklimakonni hozir chiqqa o'xshamamsiz? Bak qog'jirab ketibsiz." "Xo'p bo'lmang acha, men ko'rmay qoptiman." "Sizlarning ishinglar shu bizni ko'ralmaslik bilan o'tidi-ku, hech nim bo'lmaydi." Osmon egiz, yer qattiq kelib qilayotgan bu ikkisi oldi-keyniga qaray olmay hovlidan ayrildi. Bicharalarning xorliqi mush dunyoda boshlanib bo'ldi ekanda. Mushumi ostixi, xalqning to'yinimi to'y qilmasa bu nimalar? O'zlarining nima ish qilayotganligidan o'zlarining xabari bo'lmagan bu bayqushlarning masxiralik holiga hammaylardan faqat nafratla yig'vatadi. Ular biror kishining ich og'irtishiga erisholmadi. Birdamlik beoromchilikdan keyin Umar qari "Nisib bo'lmabdi ha", dedi hiliqi ikki chilishchi bolalarga qarab. Ularmi bir eg'izdan hech qisi yo'q deshib qaytadan uyga kirib o'ltirishdi. Namoz peshini o'qib olgandan keyin cho'ng kichik hammaylan qizni ko'chirib kelishga atlandi. Nijat bilan Abdurahmon Navra akasiga yolvorib yurib, uning bir og'inisining kalabishi mashinasini bugun bir kunlik qo'lga tushirgan edi. Yuyib tozalab paqirtib o'tilgan qora mashinaning oldiga uchuq ko'k rangli ipak jaynamoz. Jaynamozning ustiga bir badam doppa va yana bir o'tqashdek chiman doppa muqimlashtirilgan edi. To'rt eshikning to'rt tutqichiga suz hol rang lenta chigilgan. Orqa tarafdagi aynakda bo'lsa oltin rangda yozilgan. To'ylar muborak degan husn xat ko'zga tashlanib turadi. Mashinaning orqa tarafiga Yusuf bilan uning qo'ldishini yeniga Nijatni o'ltirg'izgan Abdurahmon xuddi Amongulni bo'lab qashqili mongandek mingib, birdamda Quda tarafning ishikining oldiga kelib oldi. "Qinotam bilan qinopam chiqib, "Mavu qaydusin bilmaydigan badaviylar nima qilib yuriydi?" deb qo'qlashishdan burun asta qochay. Cho'nglar kelmay turib, bu eshikning oldida devaylab turib olmayli. Doldiroq bir yerga berib cho'nglarning kelishini saqlayli endi. Yusuf Abdurahmonning mashinani qudalarning darvozasiga bek yaqin akilib to'xtatganiga qarab, uni qo'zg'ilib ketishga buyurib atadi. "Nim bo'lmoqchidi? Baribir sana berib bo'ldi qizini. Endi qo'g'li o'tolmaydi, ansirma bo'ldi." "Sen undoq degan bilan atdigandimi? Qiynotamning qizini qiynotamning puliga elib oldim. Endi yana eshikning oldiga kelib olib qachon chiqarib bersizlar deb söylemisanmi bular? Haq menga qiz qarz bo'lib qolmagandan keyin. Sen söylemisangmi, endi bermay amal yo'q. Ma'qul desang mashinani keyniga yondirman, uyga ketayli. Qiynotan qizning keynimizdan opirib bersin." "Ha, oshib qilganti rost, qiynotam qilmagan." Abdurahmon bilan Yusuf shundoq deyishib, chaqchaqlashib turganda, Yusufning qo'lishi gap qistirdi. "Bolalar, bir gap desam xafa bo'lmanglar. Atdiganda asli menda pul borkan-to'q, topolmay qoptiman." "Ha?" Yusuf hayronlikda uning qardi. "Qandoq topolmay qolsan? Xuddi saqchining oldida kimligini izlagan puxrodek, qaramagan yonchug'ing qolmagan edi-ku. Paypig'ining ichiga tiqib ekansanmi yo?" "Yo'qay, oldirashchiqda kostyumning teshidagi mayda yonchuqiga silib ekanman. Atdigan u yonchuqqa qarash isim kelmabdi. Olama endi, qiynatanga qarzingni to'lib ol." U shundoq deb yonchuqidan pulni chiqarib Yusufga tutqizdi. "Al og'in degan seningdek bo'lsa, menga bir muncha pulni tejab beribsan. Inshaalloh, atbugun o'zingni mehmon qilib o'taman bu pulga." Shu topda bu mashinadagi yana bir shaxs
Nijatning ko'zi qudularning darvozasi oldida bir necha do'sti bilan paranglashib turgan Masturada edi. Sabahat, Mastura, Alfiralarning uchilisi amaliyotda bugungi kelin qiz Amangulni yaqindan taniydi. Garchi bir ustozning shogirdi bo'lish sifati bilan bo'lsin yoki jo'grafiyalik orliq jihatdan bo'lsin, bu uchisi Yusufga yaqinroq bo'lsa-mu, ammo do'sti Amanguldan kechalmay bu to'yga qiz tarafning odamlari salohiyatida qatnashyotdi. Yana shu alvon sima. So'z halrang ko'ynak. Uning ikki yengining uchiga to'dili kenglikdagi oq va halrang moslashtirilgan atlas tutilgan bo'lib, yerga so'rilib degidek turgan kangri etikining oyoq tarafidami o'xshash kenglikdagi o'xshash atlas ko'zga tashlanib turadi. Ko'ynakka moslashtirib chigilgan halrang sharpining bir uchini ko'ynakning mursida muqimlashtirib turgan so'sin kristal ko'znak xuddi o'kar yulduzi ko'kdan tushib bu muriga qo'nib olgandek jilva qilyotdi. Mana bu libosning ichida bo'lsa Mastura. Nijat mashinaning ichida emas, yana hiliqi vakuum bo'shliqda qolgandek qiladi. Mastura, Sabahat, Alfiralar bilan kulishguncha uzun ko'nglikining etikini bir qo'li bilan azroq ko'tarib mengib bo'yliga kirib ketdi. "Hamana qolganlarmi keldi? Chaqqan tushinglar. Cho'nglar bilan birga kirib olamiz." Abdurahmon mashinaning orqani ko'rish aynikiga qarab gap qilyotdi. Ular tushib bo'lguncha Hezbollah damullan boshliq cho'nglarmi kelib bo'ldi. Cho'nglarning orqasiga yoshlar tizilib, tabiiylar qator bir saf shakllandi. Qudularning ishiki oldiga chiqib tizilib turgan sohibxonlar bilan bu mehmonlar ikki relsda yonma-yon o'tishib ketayotgan poyezdek bir-birlab ko'rishib bo'lgandan keyin uylarga boshlandi. Shunday qilib bu qitimli o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh, Allohga omonat.